Bir pasport, bir plastik tikuv mashina. Endi bam shart emas. Bir dana pasportda istagan tikuv mashinangizni olasiz. Poddelka tikuv mashinalaridan xordingizmi obunachilar? Sizlar uchun Xorazmda tikuv mashinalarini originali brendi qayerda sotiladi degan savol tug'ildimi? Albatta Asl brendda deb javob beramiz. Bugun biz sizlar uchun Asl brend magazinining asosiy filialini birgalikda obzor etamiz. Bir pasport evaziga ham obunachilar original tikuv mashinani olishni xohlasangiz kelaverasiz. Ketdik. Obunachilar Asl brendning asosiy filialida istalgan turdagi tikuv mashinalarini originalini topasizlar. Jack deysizmi, Dolibo, Ziber istagan turini xohlasangiz choyk mashinalaridan har xillaridan bor. Endi bu safar sizlar bilan bizning Asl brend magazinining egasi og'amiz tozagayan Dolipo bilan Ziber'nin eng so'nggi modellarini obzor etib beracaklar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. Toza brendlar geldi. Ziber geldi. Keyin Dolipo bor. Dolipo'dan ham bir 250 dan keldik. 250'sinin içinden biraz 150'den köpüsü satıldı. Yani zor maşin. 150'si ucu satılıp bo'ldi. Ucu satılıp bo'ldi. 150'den köp ham satılıp bo'ldi. Endi bu yanda bakalım tepes aytıramiz, arzalatamiz, yine veramiz gözlerine. Necha so'm aytasiz masalan? Bularni 3 milyon 600 etib beramiz. Dastavka, ustanovka, kursi, qaychi, narxi hamma 3 yil garantiya beriladi. Mabodo servis xizmati, men o'zim javob beraman. 3 yilning ichida mabodo buzilsa, muz o'ttirib oladi. Hakikaten zor. Buni ishlatib ko'rgan odamlar nima deb turibdi endi? Hali nima desam, shu masalan bir 150 dan ko'p mashinka satdim, hali yetishkin bir yomon bir ne göstermedi. Mashinka вообще обороты zo'r. Ajoyib. Yumshoq, yengil. Hakikaten ham görünüşü, dizaynlar ham yoqdi menga og'a buni. Ham ikki xil Viber'da bor, masalan 3 mush ekran, 4 mush ekran. Bu hech qanday narsa yo'q. Modelinde Farkı bo'ladi. Modelinde. Görünüş, dizaynda diyecekman. Svetam xo'shroq ekan. Overlock ham ikki xili bor, lekin bir xil. Dizayni sal boshqacharoq bo'ladi. Ajoyib. 3 milyon 600 dediniz. 3 milyon 600, overlock'u 4 milyon 800 ming so'm. Kursi qaychi narxlari hamma o'zi oqpat beramiz. Vaqtidan necha sotilgan bular? Bular 3 milyon 800 dan ham sotdik. 3 milyon 800 podarkasiz ham sotdik boshda. Endi haytgacha xudo xolasa qo'ldan kelgancha arzon qo'shib beramiz o'zlarini. Keyin Ziber geldi, oxirgi kelgan mashinka. Ziber mashinkasining ichidan korobkani ochgandan bir nabor chiqadi. Tikuvchilarning hammasine kerakli narsalar bo'ladi. Ish qilib biroz vaji bor. Metrdan tortib kusachgacha bor. Keyin ochgandan keyin lotereyasi ham chiqadi. Lotereyasining ichida bir dona Spark, televizor, mikronovka, xolodilnik, pilisos utkam chiqadi, dazmol. Bir dona Spark ham bor buning ichida. Zo'r. Bunda dazmol chiqdi deb qo'yilgan. Bunda yine dazmol chiqqan. Vitrin shuni ochib qo'ydi. Overlock'unda dazmol chiqdi. Kim xolasa keladi, dazmolni rozi bo'lsa, to'g'ri ishni oladi. Yana navlar chiqib turibdi endi bundan. Keyin bundan to'g'ri yo'l bilan overlock'ni oldi, bir yaqinda bir appga oldi. Bir dona xolodilnik chiqdi. Bu xolodilnikdan masalan o'zlarim profilda ko'rsatib beramiz. Olib borib berganimizni bir 2 yil. Shunda pashta chiqib turibdi, hammasidan chiqmaydi ular ham bo'ladimi? Dazmol dim ko'p chiqdi. Keyin xolodilnik chiqdi, xolodilnik ham zo'r xolodilnik. Endi bir 2 yil olib borib beramiz buni. Zo'r. Xolodilnik ham bir 5 million. Hech narsa chiqmay qolsa necha oladi? Hech narsa chiqmay qoldi degandan bormi? Masalan, yo to'g'ri yo'l, yo overlock'ni olsa, masalan, chiqmay qolgandan kursi qaychi narxi bor. Qo'shib beraman. Agar xafa etmaysiz. Xafa bo'lmasin deb netaman. Agar mabodo aynan shunday qayta urinib ko'ring degan taqdirdan kursi qaychisi narxi dastlabki so'm ketib beramiz. Ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi bularni yetami hamma obunachilarimizga bir pasport evaziga ham olib ketishingiz mumkin deb aytdik. Bir dona pasport evaziga ham kreditni chiqarib beramiz. Foizini kam foizda o'zlarimiz netamiz. Kelsalar bir pasport bilan kelsa 10 ming ichida shu kelishtirib qo'ldan kelgancha naqd pulda hisoblaymiz. Ham boshqa yerlarda kreditlar, masalan, kreditga naqd pul hozir 3,5 million so'm deb ko'pmi-ku? Naqd pulni hisoblayman men. Boshqa yerlarda kredit desa, uji bahosi 4 millionga ko'tariladi buni. 4 million bo'lmaydi. Biz 3,5 millionni naqd pulni hisoblab, keyin kreditda chiqarib beramiz. Foizi oz bo'ladi.
Gap bo'lishi mumkin emas. Mana asl brend magazinini yaqadan yeri yana bir marta aytib o'taman obunachilar. Faqatgina brend tikuv mashinalari bo'ladi. Sizlar 200 so'm, 300 so'm arzonni boshqa yerdan poddelka olishni istamasangiz, og'ana göre sifatli, haqiqatdan ham original tikuv mashinalarini olaman desangiz, kelaverasizlar. Og'amiz xuddi shu zavodning rasmiy dilleri sifatida Xorazmda ko'pchilik daniydi. Bir assortimentdan bir terib qo'ygan ekansiz. Qani ban tarafdagilarni bir danishtirib o'ting. Jack A5Y degandan keldik. Eng oxirgi model bu full variant. Oralıqları keng, avvalgi F5'lere qaraganda yine farkı. Buni aralığı kichkina, bergi ulrak. Funksiyasi ham ko'p o'xshaydi. Funksiyasi ko'p, ava. Bu full variant, tovar saylamaydi. 200 xil tovar degandan bu uji mato tanlamas mashinada aytiladi. Damirdan tikadigan mashinangizmi? Ava, Ha, bo'ldi. Rezinka, cho'ziluvchan tovarlar ham moslashib ketaveradi. Kapronlar ham o'tib ketaveradi. Buni ham arzonlatdingizmi? Buni ham arzonlatdik, xudo qalasa. Bahasi 7 million 800 qo'shib beramiz. Kursi qo'yish narxlari hamma uchun netamiz. Qo'shib beramiz. Keyin A4B degan modeli bor edi. Bular 7 million so'm. Keyin Overlockning oxirgi varianti bu. Masalan, tavsiya etaman, bu Overlockdan olaman desa, inobi to'g'ri yo'ldan olgan ma'qul. Eng oxirgi chiqqan so'nggi modeldan bu. Keyin pol avtomat jacklar ham bor, Overlock noxir beradigan. Keyin hamma bilgan legendarniy F5 mashinkasi 4 million 300 bo'ladi. Bizda 100% original bo'ladi. Keyin raspashivalkalar bor. Raspashivalka Fit firmaniki. Bahosi 8 million 300 ming so'm. Sizni aytib kelsalar 8 million beramiz. Dastlabki ustanov ketib, kursilardan qo'shib beramiz. 1 million 600 atib beramiz. Janmelarni. Keyin vishipka mashinka. Bu vishipka mashinka 7 million bo'ladi. Bu fleshkada ishlaydi. Fleshga tashlagan rasmni, masalan, narsalarni hammasini xuddi o'zida chiqaradi. Ava. Logotiplarni doksa oladi. Shunday narsalar. Utiklarimiz bor. Utiklarning hammasi 500 ming so'mdan. Qaro utiklar. Avvalgi go'k overlocklar hammasi 700 ming so'mdan. Ajoyib. Bu narsa navindi og'a? Bu g'ala overlock. Bu g'ala overlockni endi g'alachi og'alarimiz yaxshi tushunadi. Yaqindan birini olib ketdilar, maqtab zo'r. Avvalgi variant emas bu. Bu eng oxirgi chiqqan variant. Ustalsiz bo'ladi. Uni o'zini yuritsa, g'alani yerda qo'yib ham overlock etib, uylarni olib borib ham döşəyəndə barga yerində o'tib beradi. Narxi necha so'm endi bu? Bu 16 million 800 ming so'm sotilgan, 15 million 500 etib beramiz. Dastlabki sanamat. Gap bo'lishi mumkin emas. Obunachilar, bu xonamiz furnitura mahsulotlari sotiladigan xona ekan. Ko'rib turgan narxlaringizni so'mali beribsizlar. Bu yerda 7 ming so'mdan turibdi. İstesangiz hamma turdagi mahsulotlarimizni sizlarga optim bozorda yo'q bo'lgan narxlardan beradilar. Men tarafimiz yine giyimlere qo'yiladigan har xil turdagi doshlarimiz bo'lsa, bu tarafimizda diymalar bor. Krujva deysizmi, zamok deysizmi, aboyalara qo'yiladigan narsalar. Xullas hammasini arzon narxda sizlar uchun qo'yibdilar obunachilar. Manzilimiz obunachilar Urganch shahrimizda Gurlenskiy deb aytiladi bu ko'cha. 19 marshrut yurib turibdi. Stadion tarafdan kelaverasizlar. Toj Mahalning to'g'risida joylashgan yine asl brend tikuv magazini bo'ladi.